Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrdon tomoshabinlar. Bugun men siz bilan shunchaki bir yangilikni emas, balki har biringizning hayotingizga bevosita ta'sir qiladigan keyingi yillarda moliya, huquqiy va ijtimoiy jihatdan barqarorligingizni belgilab beradigan juda muhim bir masalani muhokama qilmoqchiman. Hukumat tomonidan bildirilgan ogohlantirish. Ya'ni 2026 yil aprel oyiga qadar har bir fuqaro uchun majburiy bo'ladigan o'zgarishlar haqida so'z boradi. İşoning bu sizning nafaqangiz, ishingiz, biznesingiz, mulkingiz va hattoki tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlaringiz bilan bog'liq. Shuning uchun hoziroq videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik juda muhimdir. Muammoning mohiyati, oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvallar barcha davlat xizmatlaridan foydalanishda biz asosan jismoniy hujjatlarga, ya'ni pasport, tug'ilish guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, turli xil ma'lumotnomalarga tayanar edik. Har bir xizmat uchun alohida idoraga borib, navbat kutib hujjatlarni qo'lda topshirib, natijasini kutishimizga to'g'ri kelardi. Masalan, fuqarolik pasportini olish uchun pasport stoliga borish, uy-joy kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish uchun kadastr agentligiga murojaat qilish yoki bankdan kredit olish uchun bank filialida bir necha soatlab vaqt sarflash odatiy hol edi. Elektron raqamli imzo eri mavjud bo'lsa-da, uning qo'llanilish doirasi cheklangan edi va ko'pchilik odatdagi qog'oz usullarini afzal ko'rar edi. Bu esa o'z navbatida qog'ozbozlikka, ortiqcha sarf xarajatlarga va eng muhimi vaqt yo'qotishiga olib kelardi. Davlat idoralari o'rtasida ma'lumot almashish tizimi ham yetarlicha rivojlanmagani sababli bitta hujjatni bir necha joydan qayta-qaytalab qilish holatlari ko'p kuzatilar edi. Fuqarolar turli xizmatlar uchun turli portal va tizimlarga alohida kirib chiqishi, har birida yangi ro'yxatdan o'tishi zarur edi. Bu esa tizimni murakkablashtirib, odamlarni charchatardi. Hozir esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Hukumat 2026 yil aprel oyiga qadar barcha davlat xizmatlarini yagona raqamli platformaga o'tkazishni va har bir fuqaro uchun yagona shaxsiyat tizimini joriy etishni maqsad qilgan. Bu shuni anglatadiki, sizning shaxsingizni tasdiqlovchi barcha ma'lumotlar, hujjatlaringiz, huquq va majburiyatlaringiz yagona raqamli profilda jamlanadi. Bunday tizim xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, korrupsiyaning oldini olish, shaffoflikni ta'minlash va eng muhimi, sizning vaqtingizni tejashga qaratilgan. Shu bilan birga, bu tizim orqali sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz xavfsizligi va maxfiyligi yuqori darajada ta'minlanishi kerak. Bu har bir fuqaro uchun majburiy bo'lib, ushbu tizimga integratsiyalashmaslik kelajakda ko'plab davlat va hatto ba'zi xususiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini cheklab qo'yadi. Aslida bu o'zgarishlar butun dunyoda raqamlashtirishning umumiy tendensiyasiga mos keladi. Ko'plab rivojlangan mamlakatlar allaqachon shunga o'xshash yagona raqamli identifikatsiya tizimlarini joriy etgan va bu ularning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Endi biz ham shu bosqichga o'tishimiz shart. Nimalar bilishingiz kerak, kim xavotirlanishi kerak va kimga xavotirlanish shart emas. 2026 yil aprel oyiga qadar har bir fuqaro o'zining yagona raqamli profilini yaratishi va uni mavjud barcha shaxsiy hujjatlari, bank hisob varaqlariga, mulklarga bog'lashi talab etiladi. Buning uchun asosiy vosita esa yangi avlod elektron raqamli imzosi eri bo'ladi. Eski era kalitlari ham avtomatik ravishda yangi tizimga o'tkaziladi. Ammo ularning amal qilish muddati cheklangan bo'lishi mumkin. Ya'ni sizda eri bo'lsa ham uning dolzarbligini tekshirib, zarurat tug'ilganda yangilashingiz yoki qayta ro'yxatdan o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Kimlar xavotirlanishi kerak? Juda oddiy. Har bir fuqaro xavotirlanishi kerak. Ayniqsa quyidagi toifadagi shaxslar bu masalaga jiddiy yondashishi shart. 1. Nafaqaxo'rlar va ijtimoiy nafaqa oluvchilar. Masalan, 65 yoshli Murod aka har oy pensiyasini bank kartasiga oladi. Agar u 2026 yil aprelgacha o'zining yagona raqamli profilini aktivlashtirmasa va pensiya hisob varag'ini unga bog'lamasa, aprel oyidan boshlab uning pensiya to'lovi vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Uning bank kartasiga pul tushmaydi, chunki tizim uni identifikatsiya qila olmaydi. Pensiya fondi ma'lumotlar bazasida Murod aka haqida eski ma'lumotlar bo'lishi mumkin, ammo yangi raqamli tizim ularni avtomatik ravishda tanimaydi. Murod aka bu holatda pensiya fondiga borib, o'z raqamli profilini tasdiqlashi, unga bank hisobini bog'lashi kerak bo'ladi. Bu esa unga ortiqcha tashvish va vaqt yo'qotishiga sabab bo'ladi. Ikki tadbirkorlar va yuridik shaxslar rahbarlari
Aytaylik, kichik bir korxonaning egasi bo'lgan Dilshod aka. U har oy soliq hisobotlarini elektron shaklda topshiradi. Bank bilan hisob-kitoblar o'tkazadi. 2026 yil apreldan boshlab agar Dilshod akaning shaxsiy raqamli profili yoki uning korxonasi uchun yangi eri mavjud bo'lmasa, u soliq hisobotlarini topshira olmaydi. Bankdagi operatsiyalarni amalga oshira olmaydi. Elektron shartnomalar tuza olmaydi. Bu uning biznesini to'liq to'xtatib qo'yishi mumkin. Masalan, uning korxonasi oylik daromadi 100 million so'm bo'lsa, bir oy davomida raqamli profilni rasmiylashtira olmagani sababli barcha operatsiyalar to'xtab 100 million so'm miqdoridagi daromad yo'qotish xavfi ostida qolishi mumkin. Bundan tashqari, soliq qonunchiligini buzganlik uchun jarimalar ham qo'llanilishi ehtimoli bor. Ko'chmas mulk egalari va notarial xizmatlardan foydalanuvchilar Farangiz opa o'zining kvartirasini sotib, boshqa shahar markazidan kattaroq uy sotib olmoqchi. Notarial idoraga borganda, agar uning yagona raqamli profili rasmiylashtirilmagan bo'lsa, bitimni rasmiylashtirish jarayoni to'xtab qolishi mumkin. Chunki kadastr agentligi va notariat idoralari birgalikda yagona raqamli tizim orqali fuqaroning mulkiga bo'lgan huquqlarini tekshiradi va tasdiqlaydi. Eski tartibda notarius barcha ma'lumotlarni qog'oz hujjatlardan tekshirar edi. Ammo yangi tizimda bu jarayon to'liq raqamlashadi. Agar tizim Farangiz opaning shaxsini yoki uning mulkini raqamli tarzda tasdiqlay olmasa, notarius bitimni amalga oshirishga ruxsat bermaydi. Bu esa uning katta miqdordagi mulk oldi sotisini amalga oshirishiga to'sqinlik qiladi. Masalan, kvartiraning qiymati 500 million so'm bo'lsa, Farangiz opa shu mablag'dan foydalana olmaydi. 4. Chegara ortida yashovchi fuqarolar. Xorijda ishlayotgan yoki tahsil olayotgan vatandoshlarimiz ham bu borada ehtiyot bo'lishlari kerak. Ular ko'pincha O'zbekistondagi bank hisob varaqlari orqali pul o'tkazmalari qabul qiladi. Onlayn xizmatlardan foydalanadi yoki yaqinlariga yordam beradi. Agar ularning raqamli profili aktivlashtirilmagan bo'lsa, ular O'zbekistondagi bank xizmatlaridan foydalanishda, turli xil davlat ma'lumotnomalarini olishda, hattoki onlayn tarzda murojaat qilishda ham muammolarga duch kelishlari mumkin. Masalan, talaba Jasur o'qishda o'qishini davom ettirmoqda. Uning O'zbekistondagi bank kartasi bor va unga ota-onasi pul o'tkazadi. Agar Jasur o'zining raqamli profilini yaratmasa, 2026 yil apreldan keyin uning kartasiga pul kelishi to'xtab qolishi yoki cheklanishi mumkin. Keyinchalik o'z vataniga qaytganda ham uzoq vaqt davomida bank va davlat xizmatlaridan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelishi ehtimoli bor. 5 davlat xizmatchilari va budjet tashkilotlarida ishlovchilar. Ular uchun bu tizimga integratsiya juda muhim, chunki barcha ish haqi to'lovlari, ijtimoiy himoya paketlari va boshqa rasmiy munosabatlar yagona raqamli profil orqali amalga oshiriladi. Misol uchun, shifokor Dilfuza opa budjet tashkilotida ishlaydi. Uning ish haqi kartasiga tushadi. Agar u o'zining yagona raqamli profilini faollashtirmasa, ish haqi to'lovlari kechikishi yoki umuman to'xtatilishi mumkin. Chunki bu tizim orqali uning shaxsi tasdiqlanmaydi va u xodim sifatida tan olinmaydi. 6. Tibbiyot xizmatlaridan foydalanuvchilar. Yangi tizim tibbiy sug'urta va davlat shifoxonalaridagi navbatlarni boshqarish bilan ham bog'liq bo'ladi. Agar sizda raqamli profil bo'lmasa, tibbiy xizmatlardan foydalanishda, masalan, poliklinikaga ro'yxatdan o'tishda, shifokorga yozilishda, bepul dori vositalarini olishda qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Kimlarga xavotirlanish shart emas. Hukumat tomonidan joriy qilinayotgan bu o'zgarishlar barcha fuqarolarga taalluqli bo'lsa-da, ba'zi toifalar uchun dastlabki bosqichda kamroq xavotirlanishga sabab bo'lishi mumkin. Voyaga yetmagan shaxslar. Odatda 16 yoshga to'lmagan bolalar uchun bunday yagona raqamli profil yaratish jarayoni ota-onalari orqali amalga oshiriladi. Ularning pasportlari yo'qligi sababli dastlabki bosqichda ular uchun alohida ro'yxatdan o'tish shart emas. Lekin 16 yoshga to'lgach, ular pasport olganlaridan so'ng bu jarayonni amalga oshirishlari shart bo'ladi. Masalan, umumyoshlik Gulnora uchun hozircha profil kerak emas, ammo 2026 yil aprelida u 22 yoshda bo'ladi. 16 yoshga to'lganda esa u ham ro'yxatdan o'tishi zarur bo'ladi. Shu sababli ota-onalar o'z farzandlarining kelajakdagi raqamli identifikatsiyasini nazorat tutishlari lozim. Yaqinda barcha hujjatlarni yangilagan va eriga ega bo'lganlar. Agar siz yaqinda ID karta olgan bo'lsangiz, barcha shaxsiy ma'lumotlaringizni yangilagan bo'lsangiz va faol eri kalitingiz bo'lsa, sizga faqatgina tizimga kirib ma'lumotlaringizni tekshirish kifoya bo'ladi.
Biroq kalitining amal qilish muddati cheklangan bo'lishi mumkinligini unutmang. Uning amal qilish muddatini tekshirib turish va muddati tugashidan oldin yangilash muhim. Bu borada ham hukumat tomonidan rasmiy xabarnomalar berilishi kutilmoqda. Shuni ta'kidlash kerakki, bu tizimdan butunlay chetda qolishning imkoni yo'q. Erta yoki kech har bir fuqaro bu yangi tizimga integratsiyalashga majbur bo'ladi. Chunki u davlat xizmatlarining asosiga aylanadi. Shunday ekan xavotirlanmang, balki hozirdan harakatni boshlash eng to'g'ri yechimdir. Istisnolar, to'siqlar va ko'zdan panada qolgan nuanslar har qanday katta o'zgarishda bo'lgani kabi bu yangi tizimni joriy etishda ham ba'zi istisnolar, kutilmagan qiyinchiliklar va ahamiyatsiz ko'ringan, ammo muhim detallar mavjud bo'ladi. Ular haqida oldindan bilib qo'yish sizni ko'plab bosh og'riqlardan qutqarishi mumkin. Bir jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslar uchun bu toifadagi fuqarolar, ayniqsa uydan chiqishga qiynaladiganlar uchun maxsus mobil guruhlar tashkil etilishi kutilmoqda. Bu guruhlar ularning yashash joylariga borib, raqamli profilni yaratishga va olishga yordam beradi. Biroq bu xizmatning tashkiliy jihatlari haqida hozirdan aniq ma'lumotlar mavjud bo'lmasa, ehtimol davlat xizmatlari markaziga avvaldan murojaat qilib, o'z holatingizni tushuntirishingiz talab qilinadi. Misol uchun, ko'zi ojiz fuqaro Shavkat aka uchun davlat xizmatlari markaziga borishning o'zi qiyinchilik tug'diradi. Uning oila a'zolari yoki vasiylari bu masalada yordam berishlari zarur. Shuningdek, ular uchun maxsus dasturiy ta'minot yoki yordamchi xizmatlar ko'rsatilishi mumkin. 2. Chet elda yashayotgan yoki uzoq muddatda bo'lgan fuqarolar, xorijda bo'lganlar uchun bu jarayon biroz murakkabroq bo'lishi mumkin. Ularga konsullik idoralari orqali olish imkoniyati yaratilishi yoki onlayn ro'yxatdan o'tish mexanizmi joriy etilishi kutilmoqda. Ammo bu jarayon biroz vaqt talab qilishi va ma'lum xarajatlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, Germaniyada ishlayotgan G'ayrat akaga O'zbekistonga kelmay turib, o'zining raqamli profilini faollashtirish uchun konsullik idorasiga murojaat qilish yoki onlayn platforma orqali pasport ma'lumotlarini taqdim etib, video identifikatsiya jarayonidan o'tish talab etilishi mumkin. Bu jarayon uchun ma'lum bir to'lov belgilanishi ham ehtimoldan xoli emas. O'tu qishloq joylarda va internetga ulanish imkoniyati cheklangan hududlardagi fuqarolar. Ushbu hududlarda yashovchi aholi uchun davlat xizmatlari markazlarining sayyor xizmatlari tashkil etiladi. Mobil guruhlar uzoq qishloqlarga borib, joyda ro'yxatdan o'tish va olishga yordam beradi. Biroq bu xizmatlarning jadvali va qamrovi cheklangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun mahalliy hokimiyat organlari va mahalla fuqarolar yig'inlari orqali oldindan ma'lumot olish muhimdir. Masalan, Sirdaryo viloyatining chekka qishloqlaridan birida yashovchi fermer To'lib aka internet tezligi pastligi yoki kompyuter savodxonligi yetarli emasligi sababli bu jarayonni mustaqil ravishda amalga oshira olmaydi. U uchun sayyor davlat xizmatlari markaziy xodimlari katta yordam bo'ladi. Dard ma'lumotlar xavfsizligi va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bu eng katta tashvishlardan biri. Hukumat ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash uchun zamonaviy shifrlash texnologiyalaridan foydalanishni va tizimni xakerlik hujumlaridan himoya qilishni va'da qilmoqda. Ammo har doim ham ma'lumotlar o'qib ketish xavfi mavjudligini yodda tutish kerak. Shu sababli o'z kalitingizni va parollaringizni hech kimga bermaslik. Kompyuteringizni viruslardan himoya qilish va faqat ishonchli manbalardan foydalanish juda muhim. Agar sizning raqamli profilingizdan ruxsatsiz foydalanilsa, siz katta moliyaviy va huquqiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Masalan, sizning nomingizdan bankdan kredit olinishi, mulkingiz oldi-sotdi qilinishi yoki soliq to'lovlari o'zgartirilishi mumkin. 5. Firibgarlar faollashuvi. Har qanday yangi tizim joriy etilganda firibgarlar ham faollashadi. Ular sizga hukumat vakili sifatida qo'ng'iroq qilib, kalitingizni so'rashi, bank kartangiz ma'lumotlarini olishga urinishi yoki pullik xizmatlar taklif qilib, aldamchi saytlarga yo'naltirishi mumkin. Esda tuting. Hukumat idoralari hech qachon sizdan telefon orqali kalitingiz parolini yoki bank kartangizning to'liq ma'lumotlarini talab qilmaydi. Barcha jarayonlar faqatgina davlat xizmatlari markazlari yoki rasmiy portallar orqali amalga oshiriladi. Shuning uchun har qanday shubhali so'rovlarga e'tibor bermang va shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qiling. 6. Tizimning ishlashdagi dastlabki nosozliklar. Har qanday yangi va murakkab tizimni joriy etishda dastlabki bosqichlarda texnik nosozliklar, sekin ishlash
yoki ma'lumotlar almashuvida uzilishlar kuzatilishi mumkin. Bunday holatlarda zudlik bilan texnik yordam xizmatiga murojaat qilish yoki biroz kutishga to'g'ri kelishi mumkin. Sabr, toqatli bo'lish va rasmiy kanallar orqali ma'lumot olish muhim. Ushbu nuanslarni bilish sizga jarayonga tayyorlanishda va kutilmagan qiyinchiliklarga duch kelganingizda to'g'ri yo'nalishni topishda yordam beradi. Tomoshabin nima qilish kerak, hozir aytadiganlarim diqqat bilan eshiting. 2026 yil aprel oyiga qadar nima qilishingiz kerakligi bo'yicha aniq qadam-qadam ko'rsatmalarni beraman. 1. Pasportingizni yoki ID kartangizni tekshiring. Birinchi navbatda pasportingizning amal qilish muddatini tekshiring. Agar u eski namunadagi pasport bo'lsa yoki muddati tugashiga oz qolgan bo'lsa, zudlik bilan yangi ID karta olishga ariza bering. ID karta bu yangi raqamli tizimning asosiy identifikatori bo'ladi. Har bir fuqaro yoshidan qat'iy nazar o'zining ID kartasiga ega bo'lishi talab etiladi. ID karta olish uchun davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishingiz mumkin. Odatda bu jarayon bir necha kun oladi. 2 elektron raqamli imzo oling yoki mavjudini yangilang. Agar sizda hali eri bo'lmasa, uni albatta oling. Agar eri bor bo'lsa, uning amal qilish muddatini tekshiring va muddati tugashiga yaqinlashgan bo'lsa, uni yangilang. Eri bu sizning raqamli imzoingiz bo'lib, barcha elektron hujjatlar va operatsiyalarni tasdiqlash uchun ishlatiladi. Uni Davlat soliq qo'mitasining maxsus markazlaridan yoki davlat xizmatlari markazlari orqali olish mumkin. Odatda eri kalitini olish uchun sizga pasport va IN ster raqamingiz kerak bo'ladi. Jarayon bir necha soat ichida amalga oshirilishi mumkin va ma'lum bir to'lov olinadi. Taxminan 20 ming so'm. Erini olishda kompyuteringizga maxsus dasturiy ta'minot o'rnatishga to'g'ri kelishi mumkin. 3. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali My.uz-da ro'yxatdan o'ting. Agar sizda hal My.uz portalida shaxsiy kabinet bo'lmasa, hoziroq ro'yxatdan o'ting. Bu portal orqali siz barcha davlat xizmatlaridan onlayn tarzda foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish uchun sizga mobil telefon raqami va pasport ma'lumotlari kerak bo'ladi. Agar kalitingiz bo'lsa, u orqali ham ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Bu eng ishonchli yo'ldir. Portalda ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng shaxsiy kabinetingizdagi barcha ma'lumotlarning to'g'riligini tekshiring. Bu yerda sizning pasport ma'lumotlaringiz, tug'ilish guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, mulk hujjatlaringiz va boshqa ma'lumotlaringiz aks etgan bo'lishi kerak. Agar biror xato yoki nomuvofiqlik bo'lsa, zudlik bilan tegishli idoraga murojaat qiling. Shaxsiy ma'lumotlaringizni to'liq tekshiring va yangilang. Hukumatning ma'lumotlar bazalarida sizning ism-sharifingiz, tug'ilgan sanangiz, yashash joyingiz, oilaviy holatingiz va hokazo ma'lumotlarda nomuvofiqliklar bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa ism-sharif o'zgargan. Masalan, turmushga chiqqandan so'ng yoki pasport ma'lumotlari bilan boshqa hujjatlardagi ma'lumotlar farq qiladigan holatlarda muhim. My.gov. Uz portali orqali barcha shaxsiy ma'lumotlaringizni qayta tekshiring. Agar farqlar bo'lsa, tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, ma'lumotlarni tuzatishga ariza yozing. Bu jarayon uchun ba'zi bir ma'lumotnomalar talab qilinishi mumkin. Masalan, familiyani o'zgartirganlik to'g'risidagi guvohnoma. 5. Bank hisob varaqlarining bog'lanishini ta'minlang. Keyingi bosqichda sizning bank hisob varaqlaringiz ham yagona raqamli profilingizga bog'lanishi shart bo'ladi. Buning uchun sizga bankka murojaat qilish yoki My.gov uz portalidagi maxsus bo'lim orqali bank kartangiz va hisob varaqlaringizni avtorizatsiya qilish kerak bo'ladi. Hozircha bu mexanizm to'liq ishga tushmagan bo'lsa-da, kelajakda bu majburiy bo'ladi. Shuning uchun banklarning rasmiy xabarnomalarini kuzatib boring. 6. Ijtimoiy tarmoqlardagi va bank ilovalaridagi xabarnomalarni kuzatib boring. Banklar, davlat xizmatlari markazlari va boshqa rasmiy idoralar yangi tizim haqida doimiy ravishda ma'lumot berib boradi. Ularning rasmiy saytlaridagi yangiliklarni, Telegram kanallarini va mobil ilovalardagi xabarnomalarni kuzatib boring. Firibgarlarning tuzog'iga tushmaslik uchun faqat rasmiy manbalarga ishoning. Yetti savollaringiz bo'lsa, murojaat qilishdan tortinmang. Agar sizda biron bir savol tug'ilsa yoki qaysidir bosqichda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, 1198 raqamli yagona GAL markaziga murojaat qiling. Bu Davlat xizmatlari agentligining ishonch telefoni bo'lib, u yerdagi mutaxassislar sizga barcha savollaringizga javob beradi, kerakli yo'nalishni ko'rsatadi. Shuningdek, har bir davlat xizmatlari markazida ham maslahat xizmatlari mavjud.
Bularning barchasi bir qarashda murakkab ko'rinishi mumkin, ammo bu jarayonlarni ertaroq boshlash sizni kelajakdagi ko'plab muammolardan qutqaradi. Unutmang, vaqt juda oz qolmoqda. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar. Bugun biz 2026 yil aprel oyiga qadar har bir fuqaro uchun majburiy bo'ladigan hukumat tomonidan ogohlantirilgan juda muhim o'zgarishlar haqida batafsil gaplashdik. Bu yangi yagona raqamli shaxsiyat tizimiga o'tish har birimizning hayotimizga ta'sir qiladi. Shuning uchun bu masalani e'tibordan chetda qoldirish mutlaqo noto'g'ri bo'ladi. Bizning raqamlashtirgan kelajagimiz aynan mana shu bosqichdan boshlanadi. Bu davlat xizmatlarining yanada shaffof, qulay va tezkor bo'lishini ta'minlashga qaratilgan qadamdir. Bu o'zgarishlarga tayyor bo'lish kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarning oldini olish deganidir. Unutmang, hozirdan harakatni boshlab hujjatlaringizni tartibga solish, eri olish va Mayetogov. Uz portalida o'z profilingizni faollashtirish juda muhim. Bu qadamlar sizni moliyaviy, huquqiy va ijtimoiy jihatdan himoya qiladi. Umid qilamanki, bu video siz uchun juda foydali bo'ldi. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Ushbu yangi tizim haqida qanday fikrdasiz? Siz allaqachon biror harakat qildingizmi? Kommentariyalarda o'z mulohazalaringizni yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz kelajakda ham shu kabi foydali va dolzarb ma'lumotlarni sizga yetkazishda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha